Assalomu alaykum hurmatli huzur ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. 10 yanvar kuni Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken maxsus bayonot e'lon qilib, Xitoy hukumatining Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining 4 nafar amaldoriga 3 ilish xarakterlik jazo tadbiri qo'yganligini qattiq aybladi. Antony Blinken bayonotida Xitoy hukumatining o'tgan oy Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining komitet raisi Nadi Mainsi, muavin raisi Nuri Turkel va komissarlar Anurima Bagarova va James Carr qatorliqlarga jazo tadbiri qo'yganligini, bundan ilgari yana mazkur komitetning boshqa a'zolariga jazo tadbiri qo'yganligini tilga ilib turib, bu harakatlar bizni umidsizlantirmaydi. Biz Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti va uning xizmatchilari bilan bir safda turamiz. Amerika dunyoning har qaysi joylaridagi kishilik huquqni qo'g'dashga va'da beradi hamda barliq diplomatik va iqtisodiy qurollarni ishlatib turib, javobgarlarni surishti qilishni ilgari suradi degan. Amerika hukumati o'tgan oyning 5-ida atalmish Uyg'ur avtonom rayonining muvaqqat raisi Erkin Tuniyaz, sobiq raisi Shuhrat Zokir, Xitoy Markaziy Xinjiang xizmati rahbarlik ishxonasining muavin direktori Shu Lianshini o'z ichiga olgan 4 nafar Xitoy amaldoriga embargo qo'ygan. Buning bilan Xitoy hukumati Amerika Xalqaro diniy erkinlik komitetining a'zolariga 3 ilish xarakterlik jazo tadbiri e'lon qilgan edi. Xitoyning bu 3 ilish xarakterlik harakati tashqi ishlar ministri Blinkendan boshqa Amerika Avam palatasining raisi Nancy Pelosi xonim, Kengash palata a'zosi Marco Rubio qatorliq nurg'un majlis a'zolarining kuchlik ayblashiga uchragan. Nancy Pelosi xonim bu vaqtda e'lon qilgan maxsus bayonotida Amerika Davlat Majlisi Xitoy hukumatining 3 ilish xarakterlik harakatini qattiq ayblaydi. Xitoy hukumatining Uyg'urlar va boshqa osonliq millatlarga qilayotgan zulmi irqiy qirg'inchilikdir. Xitoyning qo'rqitish taktikalari Amerikaning kuchli tadbir qo'llanib, bu vahshiylikni to'xtatish irodasidan to'xtatolmaydi degan. Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken bu qitimliq bayonotida Xitoy hukumatining kishilik huquq uchun so'zlayotganlarni qo'rqitish va jimiqtirishga urinish qilmishlarining faqatli Sharq Turkistonda hali ham davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyatlarning ilgarilab tekshirilishiga to'p qo'shadiganligini ta'kidlagan. U yana Amerikadagi Uyg'urlarni parokanda qilish masalasini maxsus tilga olgan. Bayonotda mundaq deyilgan: Amerika Xitoyni davlat halqigan bostirish harakatini to'xtatishga, jumladan Amerika xalqiga xizmat qilayotganlarni o'z ichiga olgan Amerikalik Uyg'ur faoliyatchilarining oila a'zolarini turmaga solash va ularning harakat erkinligini rad qilishda qilmishlarini oyoqlashtirishga yana bir qitim chaqiradi. Bu qilmishlar xalqarodagi qonunni asos qilgan tartibga qilingan buzg'unchilik hisoblanadi. Antony Blinken apandi bayonotini Amerika davomli holda kishilik huquq va diniy erkinlik, e'tiqod erkinligi qatorliq asosiy erkinliklarni tashabbus qiluvchilar bilan bir safda turadi va ularni qo'llaydi deb oxirlashtirgan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti Amerikadagi partiya hal qilgan mustaqil diniy erkinlikni kuzatish organi bo'lib, u Amerika Davlat Majlisi va hukumatiga maslahat beradigan, uning siyosat tuzishiga yordam beradigan organdir. Xitoy hukumati bu qitim uning 4 nafar komissariga jazo tadbiri qo'ygandan sirt, o'tgan yil 5-oyda mazkur komitetning sobiq komissari Johnny Moorga embargo qo'ygan. Amerika Xalqaro diniy erkinlik komiteti Amerika hukumatining Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitishi, Davlat Majlisining Uyg'urlarga aloqador qonunlarni chiqarishi, Xitoy amaldorlarini javobgarlikka tortishini qo'llagan va kuch chiqargan edi. Dunyo Uyg'ur qurultayi raisligi 11 yanvar kuni kechda Markaziy Istanbuldagi Ilm Ashraf vaqfining hay'at a'zolari bilan tur suhbati elib berib, ularning Dunyo Uyg'ur qurultayining g'oyasi, qurultayning indigenis xalqlar, ya'ni yerli xalqlar bayonnomasiga tutgan pozitsiyasi, qurultayning sobiq vakili Nejat Turg'un apandi bilan Ruqiya Turdish xonimning qurultay haqidagi iddaolari, qurultayning 2022 yillik plan programmalari va bundan keyin yetmoqchi bo'lgan asosliq maqsadlari qatorliq nihoyatda keng mazmunlarni o'z ichiga olgan savollarga astoydillik bilan javob berdi. Ilm Ashraf vaqfining raisi Jurat G'ulji apandimning echilish so'zi bilan boshlangan vaqfining diniy ishlar mas'uli Qosimjon Sayromi apandimning riyosatchiligida o'tkazilgan va 4 soatga yaqin davom qilgan suhbatga Ilm Ashraf vaqfining Turkiya va boshqa allardagi hay'at a'zolari, Dunyo Uyg'ur qurultayi tarafidan qurultayning raisi Dolqin Aysa, muavin raislardan doktor Erkin Akram, Zubayra Shamsiddin, Farod Yo'ronqish, qurultay ijroiya komitetining raisi Umar Qanot qatorliqlardan bo'lib 40 nafarga yaqin kishi qatnashdi.
Markaziy İstanbuldagi Ilm Ashraf Vaqfi bo'lsa Turkiyada aktiv faoliyat ilib berayotgan va Turkiyaning sirtidagi boshqa davlatlardami ko'plagan a'zosi bo'lgan kuchlik ommaviy tashkilotlarning biri bo'lib, Ilm Ashraf Vaqfi Dunyo Uyg'ur qurultayining tashabbusi bilan Londonda qurilgan Uyg'ur sud kollegiyasini moddiy va ma'naviy jihatdan zo'r darajada qo'llab-quvvatlagan va Uyg'ur sud kollegiyasining muvaffaqiyatli o'tkazilishi uchun sudga 25 ming Amerika dollari yordam qilgan edi. Ilm Ashraf Vaqfining raisi Jurat G'ulji apandi bilan Vaqfining diniy ishlar mas'uli Qosimjon Sayrami apandilar suhbat yig'inining beshida qilgan so'zida qurultay bilan Vaqfi o'rtasidagi o'zaro dialog va hamkorlikni yanada kuchlantirish, Vaqfi a'zolarining qurultay haqidagi ba'zi tushunchalarini yanada oydinlashtirish maqsadida mazkur suhbat yig'inini uyushtirganligini ta'kidlab o'tishdi. Qurultay raisi Dolqun Aysa apandi yig'inda qilgan so'zida Ilm Ashraf Vaqfining hozirga qadar milliy mustaqillik ko'rishimizga qo'shib kelgan tuhfalariga, chet ellarda diniy va milliy alohidaliklarimizni qo'g'dab qilish uchun ko'rsatib kelgan tirishchanliklariga, bo'libmi xalqarada intayin zo'r ta'sir qo'zg'agan Uyg'ur sud kollegiyasiga bo'lgan alohida qo'llashiga rahmat etish bilan birga, Dunyo Uyg'ur qurultayining 1933 va 1944-yil vatanimizda qurilgan mustaqil jumhuriyatlarimizning vorischisi ekanligini, qurultayning tub maqsadining va g'oyasining vatanimiz Sharq Turkistonning milliy mustaqilligini taltukus asliga keltirish ekanligini va qurultayning bu xil g'oya va prinsipida hech bir zaman eg'ish va yoki o'zgarish bo'lmaganligini. Shuning uchunmi Dunyo Uyg'ur qurultayining 2005-yil milliy harakatimizning mustaqillik nizomiy va kelgusida quriladigan mustaqil davlatimizning asosiy qonuni hisoblangan Myunxen xitobnomasini e'lon qilish orqali o'zlarining mustaqillik g'oyasini xalqaroga aniq jakarlaganligini alohida eskartib o'tdi. Qurultayning indigenis xalqlar, ya'ni yerli xalqlar bayonnomasiga tutgan pozitsiyasi haqidagi savollarga javob bergan Dolqun Aysa apandim, indigenis masalasining Dunyo Uyg'ur qurultayida hech bir zaman kun tartibga kelib boqmaganligini qayta ta'kidlash bilan birga, qisman insonlarning indigenis people masalasini ko'tarib chiqib, indigenis xalqlar bayonnomasining mazmunini qasdan burmilib, ikki qismimizda sunniy talash-tortish paydo qilayotganligini, buning milliy birligimiz va milliy harakatimiz uchun to'liq ziyonli bir yuzlanish ekanligini ifoda qildi. O'zining Birlashgan Davlatlar Tashkilotining indigenis xalqlar munbiri yig'iniga qatnashganligining hargizmi ba'zilar ilgari surgandek, qurultayning indigenis xalqlar bayonnomasini qabul qilganligi hisoblanmaydiganligini. Chunki yig'inning ismi indigenis xalqlar munbiri bo'lgani uchun faqat o'zining oldig'ila emas, yig'inga qatnashgan yuzlagan mustaqil davlatlarning vakillarining oldig'imi mazkur taxtining qo'yilganligini. Dunyo Uyg'ur qurultayining butun xalqaroliq munbarlarga aktivlik bilan qatnashish orqali Sharq Turkiston xalqining tortayotgan zulmlarini anglitishga tirishib kelayotganligini va bundan keyinmi kelgusi g'oyamiz hisoblangan milliy mustaqilligimizni asliga keltirish uchun butun xalqaroliq yo'lchiqlardan va munbarlardan unumli holda foydalanishni davomlashtirganligini izohlab o'tdi. Qurultayning sobiq vakillaridan Nijot Turg'un bilan Ruqiya Turdushning vakillikdan iste'fo berish voqeasi va ularning qurultay haqidagi iddaolari to'g'risidagi savollarga tushuncha bergan Dolqun Aysa apandim, Nijot Turg'un apandi bilan Ruqiya Turdush xodimning uzun yillardan buyon vatan da'vosi uchun fidokorlik ko'rsatib kelgan yaramliq va ishonchli siyosiy faoliyatchilarimiz ekanligini va qurultayning ularning milliy harakatimizga qo'shib kelgan tuhfalarini taqdirlaydiganligini, vakillikdan iste'fo berishning ularning demokratik haqqi ekanligini ta'kidlab o'tish bilan birga, faqat ularning aqalliy tashkiliy prinsip va qoida bo'yicha iste'fosini qurultay rahbarlik hay'atiga yo'llamasdan, aksincha ijtimoiy taratqularda bevosita e'lon qilganligidan va qurultayning g'oya maqsadlariga zid bo'lgan iddaolarni o'tirg'a tashlash orqali xalqimiz ichida talash-tortish paydo qilganligidan qurultayning og'ir darajada afsuslanish tuyganligini, uzun yillik siyosiy tajribaga ega bo'lgan bu ikki qarindishimizning bu xil qilmishining qurultay rahbarlik hay'atini, qurultay vakillarini, shundoqla qurultayga ko'ngil bergan keng avom xalqimizni og'ir darajada ranjitganligini ifoda qildi. Faqatli qurultay ijroiya komiteti tarafidan ilingan rasmiy qarorlarning qurultayga to'liq vakillik qiladiganligini, qurultayning kandidat vakillarining fikr bayonlarining faqatli ularning shaxsiy qarshi ekanligini izohlab o'tgan Dolqun Aysa apandim, so'zida yana Nijot Turg'un apandimning qurultay rahbarlari haqida o'tirg'a tashlagan iddaolarga qarata qurultayning qonuniy yo'llarga bosh uradiganligini alohida eskartib o'tdi. Ilm Ashraf Vaqfi tarafidan uyushtirilgan bu qitimqi to'ri yig'inining oxirida erkin suhbat va munozara ilib berildi. Qurultayning muavin raislaridan doktor Erkin Akram, Zubayra Shamsiddin, Farad Yo'ronqosh va qurultay ijroiya komitetining raisi Umar Qadat apandilar yig'inda qilgan so'zlarida Dolqun Aysa apandimning yuqorqi bayonlarini to'liq muayyanlashtirish bilan birga, milliy mustaqillik ko'rishimiz intayin zo'r burilish nuqtalariga qadam qo'ygan va qiladigan ishlarimiz tog'dek do'linib yotgan bugungi halqiliq bir paytda muhojiratdagi qarindoshlarimizning o'rinsiz talash-tortishlar orqali qimmatli vaqtini isrof qilishining to'limi ichinishli bir ahvol ekanligini, bu xil talash-tortishlarning faqatli dushmanimiz Xitoyni kuldiradiganligini alohida ta'kidlab o'tdi.
İlim Əşrəf vəqfining hay'at a'zolarımı yig'inda qilgan so'zlarida bu qitimqi suhbatdan to'liq mamnun bo'lganligini va nurg'un masalalarning oydinlashganligini ifoda qilish bilan birga, bundan keyinmi yana qurultoy bilan bu xil suhbat va dialoglarni izchil davomlashtirishning muhimligini ta'kidlashdi. Qozog'istondagi ma'lumotchilik tufaylidan Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev 11 yanvar kuni Alixon Ismoilovni yangi bosh ministr nomzodligiga ko'rsatgan. Qozog'iston Tuvan palatasi bo'lsa shu kunning o'zida uningga ovoz bergan. Reuters agentligining bu vaqtdagi xabarida aytilishicha, bu yil 49 yoshga kirgan Alixon Ismoilov ilgari moliya ministri. Keyinchi bu qitim tarqitib etilgan hukumatning muavin bosh ministri bo'lib ishlagan ekan. To'qayev bu vaqtda muxbirlarga so'z qilib, chet eldan kirgan qismlarning vazifasi oyoqlashdi. Ular pat yaqinda qaytib ketadi degan. Xitoy hukumati Qozog'istondagi hukumatga qarshi norozilik harakatini izchil ayblab kelgan bo'lib, buning terrorlik harakati ekanligini olg'a surgan. Shundaqla agar Qozog'iston hukumati xolisi bizning qurolli qismlarimiz Qozog'istonga berib, uch xil kuchlarga zarba berishga, shuningdek siyosiy tuzumni qo'g'dashga yordam berishga tayyor degan. Ammo Qozog'iston hukumati Rossiya boshchiligidagi kollektiv bexatarlik kelishimi tashkilotining tinchlik qismlarini yordamga chaqirgan bo'lib, Xitoyni bu qatorga qo'shmagan edi. Analizchilar Qozog'istonni o'z ichiga olgan Markaziy Osiyo rayonida Xitoyga qaraganda Rossiyaning ta'sirining yanada cho'ngligini ko'rsatmoqda. Xitoyning xuddi to'polangdan to'g'ash o'g'irlagandek, Qozog'istondagi ichki qalaymaqonchiliklar avjiga chiqqan bir paytda, yaqinda Xitoyning Olmutadagi konsulxonasi bilan Qozog'iston soqchilari birlashib, Sharq Turkistondan qochib chiqib Qozog'istonda panohlanib turayotgan 100 dan ortiq kishini tutqun qilib qo'rg'as orqali Xitoyga qaytarib ketganlik voqeasi zo'r inkos qo'zg'agan edi. Amerika boshchiligidagi bir qism g'arb davlatlari Uyg'ur qirg'inchiligi va boshqa haqlar dafsandichiligi tufaylidan 2022 yildagi Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qiladiganligini e'lon qilgandan keyin Shvetsiya hukumati 11 yanvar kuni o'zlarining mazkur musobaqaga qatnashmaydiganligini bildirgan. Ammo buningdagi sabablar haqida so'z bo'lganda bosh ministr Andris Yegeman buningda biz boshqa sababni ko'zda tutdik degan. Olland pochtasi gazetining 11 yanvardagi xabarda aytilishicha, bosh ministr Andris o'zlarining bu qarori xarakter jihatda 2021 yildagi Tokio yozliq olimpik musobaqasiga qatnashmaganlikka o'xshab ketadiganligini. Shundaqla buning siyosiy sabab emas, aksicha Xitoydagi yamrab ketayotgan virus tahdidi ekanligini alohida ta'kidlagan. Siyosiy sabab haqidagi savollarga qarata u bizning qilayotganimiz diplomatik boykot qilish emas. Albatta biz Xitoydagi haqlar dafsandichiligiga oid fikrimizni diplomatik va siyosiy kanallar orqali Xitoy tarafga bildiryapmiz degan. Ma'lum bo'lishicha, navbatda bir qism davlatlar siyosiy va iqtisodiy omillarni ko'zda tutib bevosita holda Beijing qishliq olimpik musobaqasini diplomatik boykot qilamiz deb jakarlashning o'rniga o'zlarining boshqa sabablar tufaylidan Beijingdagi bu musobaqaga qatnashmaydiganligini ta'kidlamoqda ekan. Yana kelib Xitoyda yangi boshdan avish ilayotgan vabo yuqumi bu jihatda noiti yaxshi bahona bo'lmoqda ekan. Bloomberg xabarlari to'rining 10 yanvardagi xabarda aytilishicha, Xitoydagi virus yuqumi bo'libmi yangidan bayqalgan Omikron variantining tarqalishi tezdan kengayayotgan bo'lib, Xinan o'lkasidagi 5 milliondan ortiq nopusga ega Anyang shahri butunlay qamalga ilingan. Buningdan ilgari Xi'an va Yuju shaharlari vaboning yangi boshdan yomirishi tufaylidan qamal qilingan edi. Beijing qishliq olimpik musobaqasi yaqinlayotganda vaboning yomrab ketayotganligi navbatda Xitoy hukumatining musobaqani vaqtida o'tkazilishi uchun ig'ir sinoq bo'ladi deb qaralmoqda ekan. 2020 yili 11 oyda Saudiya Arabistonda tutqun qilingan Hamdulla Vali bilan Nur Muhammad Ro'zining Xitoyga o'tkazib beriladiganligi haqidagi xabarlar xalqaro kishilik huquq tashkilotlarida andisha qo'zg'agan. Nopuzli xalqaro kishilik huquq organi bo'lgan Kishilik huquq kuzatish tashkiloti 10 yanvar bayonot e'lon qilib, Saudiya Arabiston hukumatining Hamdulla Vali bilan Nur Muhammad Ro'zini Xitoyga qaytarib bermasligini, Saudiya rahbarlarining Xitoyning Uyg'urlarni bostirishini ochiq-oshkora qo'llash yetarlik nacharlik ekanligi, hamda uning Uyg'urlarni qaytarib berib, ularning tutqun qilinishi va tan jazosiga uchrashida bevosita rol o'ynamasligini talab qilgan. Bu mazkur xalqaro tashkilotning 2020 yili noyabrdan beri mazkur delo to'g'risida ikkinchi qitim bu xil chaqiriqni e'lon qilishidir. Uning 10 yanvar e'lon qilgan chaqiriqida ko'rsatishicha, Saudiya doiralari 1 yildan ortiq vaqtdan beri yoki ayblamay yoki sotlamay tutib turayotgan bu ikki Uyg'urni jiddiy ravishda tutqun qilinish va tan jazosiga uchrash xavfi bo'lgan Xitoyga qaytarib berishga tayyorlik qilmoqda ekan. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, Saudiya doiralari 3 yanvar kuni Hamdulla Vali bilan Nur Muhammad Ro'ziga ularning bir qancha kun ichida Xitoyga qaytariladiganligi, ularning ideyada tayyorlik qilib qo'yishini aytgan. Bexatarlik tufayli ismini oshkorlashga bo'lmaydigan uchur manbalarining xabarida yana Saudiya so'roqchilarining so'roq obyekti nuqtaliq Hamdullaga qartilganligi, Nur Muhammad Ro'zining uning bilan bo'lgan aloqasini surishtirganligi ta'kidlangan. Navbatda Hamdulla Vali bilan Nur Muhammad Ro'zi Saudiya Arabistonining Jiddiy shahridagi Al-Dahbon turmasida tutib turilmoqda ekan.
Kishilik huquq kuzatish tashkilotining Sharqiy Osiyo ishlariga mas'ul oliy darajalik tadqiqotchisi Maya Wang Saudiya Arabistonning bu ikkilanni Uyg'urlarga qarata insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotgan Xitoyga qaytarmaslik mas'uliyati borligini bildirdi. Maya Wang yana Saudiya hukumatining Uyg'urlarni hozirga qadar yoki ayblamay yoki sotlamay tutib turganligi, buning xohlagancha tutqun qilish hisoblanadiganligi, ularning darhol qo'yib berilishi kerakligini bildirdi. Maya Wang ularga adil sud echilishi kerak. Hozirga qadar ular yoki ayblanmadi yoki sotlanmadi. Ularga qarata hech qanday qonuniy tartib bilan ish tutmadi. Hatto ularning nima uchun tutqun qilinganligiga mu qonuniy rasmiyat ko'rsatilmadi. Buning o'zi xohlagancha tutqun qilishga kiradi. Chunki kishilar qonuniy rasmiyat bo'lmaguncha tutib turilmasligi kerak. Ular hozir xohlagancha tutib turilyotdi. Ular qo'yib berilishi kerak dedi. Hamdullah Vali bilan Nur Muhammad Ro'zi Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan bostirish siyosati Saudiya hukumatining qo'llashiga erishgan bir vaqtda tutqun qilingan. Shenhua agentligining oshkorlashicha Saudiya Arabistonining Vali shahzodasi Muhammad bin Salman 2019-yili 2-oyda Xitoyni ziyorat qilganda Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosatini qo'llaydiganligini bildirib, biz Xitoyning terrorlikka qarshi asabiylikni tugutish tadbirlarini olib, davlat bexatarligini qo'g'dash huquqiga hurmat qilamiz va qo'llaymiz degan. Saudiya Arabiston yana 2019 va 2020-yili Birlashgan Davlatlar Tashkilotida orqa-orqadan Xitoyning Xinjiang siyosatini qo'llash to'g'risidagi birlashma imzoli xatga imzo qo'ygan edi. Kishilik huquq kuzatish tashkilotidagi Maya Wangning aytishicha, Saudiya hukumati Uyg'urlarni qo'g'damayli qolmasdan Xitoyning chet eldagi Uyg'urlarni tutqun qilishiga yordamlashmoqda ekan. Maya Wang mundaq deydi: Saudiya Arabiston doiralari mutlaq ko'p qism musulmon hukumatlari bilan birga Xinjiangdagi musulmon Turkiya xalqlarining huquqi uchun asosan so'z qilmadi. Bu kishini bakmo umidsizlantirdi. Albatta barliq hukumatlarning kishilik huquqni dafsanda qilmaslik mas'uliyati bo'lishi kerak. Biroq bu deloda Saudiya Arabiston hukumati Turkiya musulmonlarini qo'g'damayli qolmay, Xitoy hukumatining Uyg'urlarni dunyo miqyosida musulmon bo'lganligi uchun qo'g'dab tutishiga yordamlashdi. Maya Wangning ko'rsatishicha o'zini islomning qo'g'dug'uchisi deb atgan va islom e'tiqodini qo'g'daydiganligini ta'kidlayotgan Saudiya Arabistonning Xitoyga hamkorlashi uning ikkiyuzlamachiligini ko'rsatib beradi ekan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasini diqqatingizga sundik. Keyin qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishchaman bo'lgaysizlar. Xayr xo'sh. Yolda sudek aktı bizning qinimiz, sen üçün ey yurtimiz, fida bo'lsin